Assalomu alaykum do'stlar. Sirojiddin media ishi bo'yicha yana bir chiqish qilishga qaror qildim. O'zi chiqishlarim Sirojiddin media ishi bo'yicha bo'lyapti. Qoralovchi kompaniyalardan nimaga shunga javob bermayapsan, javob ber deydigan insonlar chiqdi. Ha, Sirojiddin birovning pulini olib, bir yosh katta ayolni uxlatib ketar ekan. Sirojiddinning qilgan ishi to'g'rimi? Sen shuning uchun oqlayapsanmi? deydigan insonlarga aytib o'tib ketamiz. 13 ming dollarni uy olish uchun birovga pul bergan ekan o'sha opa. Pul bergan ekanda o'sha opa ko'rib turgan bo'lsa, opa Xudodan qo'rqing siz ham. Siz ham Xudodan qo'rqing. Endi qarang, o'sha pul berganda na uy bergan, na pulni qaytarib bergan, undan keyin o'sha fuqarolik sudiga murojaat qilgan, o'sha sud o'sha opani tomoniga hal qilib bersa ham o'sha mashinnikmi endi bilmayman kim bo'lsa pulni qaytarib bermagan ekan. Undan keyin o'zi qidirib topgan, ko'rgan, YouTube'dan ko'rganmi, boshqa qilganmi, hamma joyga murojaat qilgan, hech kim ishini hal qilib bermagan ekan. Shuning uchun YouTube'ga kirgan, qaragan Sirojiddin mediani topib aloqaga chiqibdi o'zi. Yo Sirojiddin media borib qidirib topdimikin, ishingizni hal qilib beraman deb turib. Agar murojaat qilgan ekan, aytgan ekan, bu meni vakolatimga kirmaydi degan ekan Sirojiddin aka ham. Lekin o'sha advokat yollab bir aniq berishi mumkin, yoritib berishi mumkin degan ekan. Opa rozi bo'lgan, endi rozi bo'ladi, chunki pulni ololmayapti. Rozi bo'lgandan keyin advokat topgan, advokat ham aytgan, uni men ishini ko'ray, u haqiqatda qanday uni ko'rmasdan turib men bir baho bera olmayman degan, ko'rgan, advokatga pul bergan, xullas oxiri advokat o'sha ishni ko'rib chiqib, u pul olib berilgan. Eng qizig'i, advokat aralashgandan keyin qonun bor-da, qonun ishlamaydi deyotganlar uchun qonun bor mana. Pulni olib bergan ekan. Endi u ayol nima deyapti, qarang. Pulni olib berishdan oldin va'da ham berib qo'ygan ekan. Agar mabodo mana shu pulni olib berilsa, sizlarga mukofot beraman ham degan ekan. U mukofot ham yo'q, mukofot yo'q. Keyin pulni olgandan keyin rozi bo'lgan. Endi borib kelish xarajat bormi? Baribir xarajat bormi? Boradi. Mehmonxona deydi, u yerda yeb ichish deydi. U hammasini ham to'lab bermagan opa. Masalan, har borib kelganiga u bilasizlar 2 milliondan kam pul ketmaydi. Eng kamida 2-3 million so'm ketadi Samarqandga borib, mehmonxonada turib, bir ovqatlanib, qaytib kelishiga. Taksida borib ko'ring siz. Undan keyin u opani ishi hal bo'lgan ekan. Eng qizig'i 2024-yildan bo'lgan ekan. Ishi hal bo'lgan opani. Endi o'sha payt dollarda pul bergan bo'lsa, endi arizani mantig'iga qarang-da. O'sha paytdagi kursni hisoblaymiz. Endi bu so'mni oldim, men zarar ko'ryapman. Uni ham undirib ber. O'sha paytda balki siz Sirojiddin aka bilan ko'rishganingizcha yurganda oyoq kiyimingiz teshilgandir. O'sha teshilgan oyoq kiyimingizni ham olib berish kerakdir balki. Arizani mantig'i kulgili. Undan keyin ikkinchi arizachida ham xuddi shunday. Uni ham o'sha 75% puli olib berilgan. Eng qizig'i, bu yerda blogerda vakolati yo'q. Shunchaki qonuniy advokatlarni gaplashib topib berib, chunki bular yaxshi advokatni ham o'zimiz topishimiz qiyin-da. Blogerlar biladi. Haqiqatda kurashadigan advokatlar topish qiyin. Bo'lmasa ular blogerga murojaat qilmasdan ham advokat topardi. O'sha Sirojiddin media bunga ham advokat topib berib, mana buni ham 75% mi pulini olib bergan ekan. Vakolati yo'q, qonun doirasida. O'sha advokatlar olib bergan Sirojiddin media aralashgandan keyin. Eng qizig'i, kulgili tomoni, hozirgi holatda ham Sirojiddin medianing ishida ham nima uchun qoralovchi kompaniyalar bilib bilmasdan qoralashyapti. Ikkinchidan, haligacha mana advokatlari borib yana ko'risha olmay ketdi. 2 martami ko'rishgan, adashmasam, ko'risha olmayapti. Advokatlari ham bu nafaqat uydagilari. Advokatlari ham kirishi qiyin bo'lyapti ekan. U kuni keling, bu kuni keling, ish kuni, har kuni bu Samarqandga kelib ketish tasavvur qilyapsizlarmi? Pastdarg'omga, Toshkentdan kelib ketishdi, o'zi bo'ladimi? Mayli, bunda ham tergov ishiga xalaqit qilish maqsadimiz yo'q. Birinchi navbatda arizachilarga murojaatim meni, ozgina Xudodan qo'rqing. Balki sizlarda ham ayb yo'qdir. Yana bitta misol, balki majbur bo'lib qoldinglarmi? Bizda gumon paydo bo'lyapti-da, uydagilarga haligacha ko'rsatishgani yo'q, uchrashtirgani yo'q.
Sirojiddin Media'ning masalasida o'zi fuqarolik sudi ko'radigan masala, zarar qoplanganda, deylik, zarar bo'lgan holatda ham qoplanganda Sirojiddin Media ozod qilinishi kerak. Tergov harakatlari ketaversin mayli. Endi pora berish masalasida ushlanib turibdi deb statya bilan shunaqa ushlanib turgan bo'lsa, yana bitta ma'lumot sizlarga. Samarqand viloyati o'sha Pastarg'on tumanining fuqarolik sudi, adashmasam, sudyasi $300 pora bilan davlat xavfsizlik xizmatini o'sha nima deydi, o'zimizda tilimizda o'sha maxsus reyd bilanmi qo'lga olishgan ekan. $300 pora bilan qo'lga olgan ekan. O'sha Daryo saytida chiqqanda 6-mart kuni chiqqan ekan, adashmasam. U yaqinda Sirojiddin Media'ning ishidan salgina oldin bo'lgan ekan. O'sha sudyani pora bilan, ashyoviy dalillar bilan ushlagan ekan. Buni aytsa bo'ladi mana. Ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi, $300 pora bilan. Sirojiddin Media ashyoviy dalillar bilan ushlandimi? Pora bilan, pora berish jarayonida kimga pora beradi? Eng qizig'i, kimga pora beradi? O'zi mantiqan o'ylab qarasalaringiz, jamiyatdagi muammolarni ko'tarib yurgan blogerlar, korrupsiya bilan kurashib yurgan blogerlar o'zi mantiqan o'ylab qarasangiz hech qachon pora taklif qilmaydi birinchidan. O'sha blogerdan pora olishdi ham, o'sha menimcha biron bir vakolatli organ xodimlari pora ola olmaydi ham. Ular ham o'zidan qo'rqadi. Ayniqsa kelib blogerdan pora oladimi? Bu ham mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Xo'p, mantiqni ham bir chekkaga surib qo'yamiz. Mayli, odil bo'lsin, hamma narsa ochiqcha bo'lsin, xatolari bo'lsa ko'rsatilsin, lekin qasdlash bo'lmasin bu yerda. Meni nazarimda hozir xuddi ataylab qayerdandir bitta xato topib, Sirojiddin Media'ni uydagilariga ko'rsatishmay tursa, yoki o'sha advokatlar bilan uchrashuvlarni ham cheklab tursa, bu yoqdan turib kimdir bir noto'g'ri gapirib qo'ysa, o'shani aybini ham olib yopishmoqchi bo'lyaptimi, bilmayman. Nima holat bo'lyapti, kuzatib turibmiz hozircha. Yaxshi ishlar ketmayapti, lekin bizdan kelib so'rashyapti. Ey, ana Sirojiddin Media sizni videoyingizni chiqargan ekan, siz ariza yozasizmi? Yo'q, ta'ziq yo'q, shunchaki maslahat beryapti ekanda. Ariza yozasizmi ustidan deganda, biz qanday ariza yozamiz? Biz yaxshilik ko'rganmiz bu insondan. Ishlarimizni yoritib, o'sha yoritgandan keyin, muammolarimizni yoritgandan keyin hal bo'ldi u ishlar deb turib, biz Sirojiddindan mingdan ming rozimiz deyishibdi. Endi o'sha insonlarni men o'chirib tashladim hammasini, Telegramdan yozganlarni. Sababi men ham emotsiyaga berilib ko'rsatib qo'yib, o'sha insonlarga zarar bo'lib qolmasin dedim, o'chirib tashladim. Endi mana murojaat qilaman. Chiqingizlar. Men xolisman. Ayting, Sirojiddin Media sizni ishlaringizni yoritib, o'sha muammolaringizni ko'rsatib bergan bo'lsa, firibgarlik qilganmi? Yoki ishingizni hal qilib beraman, men shunaqa hal qilib beraman deb aytganmi? Yoki aytganmi, bu meni vakolatimga kirmaydi, lekin advokat yollaymiz, muammoingizni chiqarib beramiz deganmi? Ayting, chiqib menga video tashlab bering, chiqaraman. Negativ tomon bo'lsa, negativ tomon, haqiqatda Sirojiddin shunaqa qilgan, bizni aldab ketgan desangiz ham mayli. Isboti bo'lsa men chiqarib beraveraman. Shunaqa gaplar do'stlar. Mana izohlarda ham so'kmasdan, iltimos haqorat qilmasdan yozingizlar, fikrlaringizni yozib qoldiring. Faqat haqorat qilmang, hech kimga haqorat qilmang. Shunaqa gaplar, ba'zi bir ishlar bizda shubha uyg'otyapti-da, shuning uchun gapiryapmiz. Mana shu Sirojiddin akam duo qilib turgan barcha insonlarga rahmat aytamiz. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Duo qilishda davom eting, duo qilib turing. Albatta boshqa masalada yordam bera olmaymiz, chunki biz aralashishga hech qanday vakolatimiz ham yo'q, qonuniy hech qanday haqqimiz ham yo'q. Faqat shunaqangi duo qilib yordam berishimiz mumkin. Xohlovchilar bo'lsa mayli. Kommentariyaga qaraysizlar, izohlar bo'limida yozib qoldiraman. Hammalaringizga rahmat, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Ko'rishamiz yaxshi kunlarda. Xudo xohlasa Sirojiddin akam o'zi chiqib qolsin-da, o'zi bir efirlarida sizlar bilan suhbatlashib tursin. Men hamma videolarni o'chirib tashlayman. Rahmat, ko'rishamiz.